Hammaga assalomu alaykum. Hammani Hayit bayrami bilan tabriklayman. Hammaga hayitli berib chiqmoqchi edim. Aniqroq aytsam, hammaga bittadan Telegram ayiqchasidan o'zim sovg'a qilaman. Hop, uning uchun nima qilish kerak bolalar? Prosta bizani YouTube kanaliga kirasizlar, obuna bo'lasizlar, videolarni ko'rib chiqasizlar. Hammasiga like, komment, как minimum bir 4 ta so'zdan iborat bo'lsin kommentlaringiz. Like qo'ysanglar, komment qilsanglar hammasi ko'rinadi. Obuna bo'lasizlar. Agar sizlar kompyuterdan bo'lsanglar, shundoq skrinshot qilib, mana shunday skrinshot qilib bolalar, kanalimizni ssilkasini sizlarga anaqaga qo'yaman, описаниеga qo'yaman. Описание yoki kommentda bo'ladi. Hop, skrinshotini olib shundoq kirasizlar. Bizani Genius Trade asosiy mana bu projektga kirasizlar. Mana shu yerda ssilka bor, bosmani degan. Bittada hamma gruppalarga, hamma anaqalarimizga obuna bo'lasizlar. Shundoq bitta bosasizlar ustiga, obuna bo'lishni bosasizlar, qo'shishni bosasizlar, bo'ldi. Keyin esa sizlarda mana bu bitta gruppamiz bor. Mana bu Genius Trade asosiy kanalimiz. Mana bu kanaldan keyin mana bu bitta gruppasi bor, o'zini mana shu gruppamiz. Keyin mana shu yerda sizlarga yangi post bo'ladi mana shu yerda. Shundoq prokommentirovat bosasizlar. Mana shu yerda shundoq ketiruvni bosaversanglar, mana. Mana shuni отправить qilasizlar, bo'ldi. Sizlardan boshqa hech nima talab etmaydi. Mana shu skrinshotlaringizda полностью sizlardagi akkauntlaringiz va подписка obuna bo'lganlaringiz ko'rinadi menga. Agar telefondan bo'lsanglar, obuna bo'lgan joylaringizni ko'rsatasizlar. Men sizlarga skrinshot qo'yib qo'yaman. Keyin esa ikkinchisi o'zlaringizni akkauntlaringizni ko'rsatasizlar. То есть akkaunt profilingizga kirasizlar, shunday skrinshot qo'yaversizlar, bo'ldi. Eslaringizdan chiqmasin. Komment, like, подписка, bo'ldi. Skrinshot qilib gruppaga tashlaysizlar. Ana bu Genius Trade gruppiga tashlaysizlar. Bo'ldi. Aytgancha 31-maygacha hammaga berib ketaveraman. Agar mabodo kimdir kech qolgan bo'lsa, 31-maygacha vaqtlaringiz bor. Так что bemalol bosaveramiz. Hammaga katta rahmat. Bayraminglar bilan.